هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nahl tefsiri 35. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nahl suresi 35. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Müşrikler mubada Allah xalagan bolsa biz ve bizning ata-bobolarimiz Allah'ni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan ilgirgilarmi ana shunda qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidayet qilish bo'lsa Allohning ishidir. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla, şeytandan yani şeytanga, butlağa, kahinlağa okşaş her kandak ma'budga ibadet kılıştın yirak bolunla dep peygamber evettik. Ulanın arasında Allah hidayet kılganlar mı ba, gumrahlıkka tegişlik boğanlar mı ba? Yeryüzüde seyir kılıp yürüp peygamberlerini inkar kılganlarının akıbetinin kandak boğanlıkını küzdünla. Sen ulanın hidayet tepişiği heris bolsan mı, Allah özü gümrah kılgan kişini hidayet kılmaydı. Ulanı Allah'ın azabından kutuldurduğun hiç kandak medetkar yok. Müşriklerin özlerinin şirik keltirgenlikiye takdirini delil kılıp körsetkenliki ve ulağı berilgen reddiye. Allah Teala bu ayetlerde müşriklerin şirik keltirgen narsalardan mağrurlanganlıkıdan ve takdirini pakit kılıp özür etip mundaq degenlikidan haber berdi. Mubada Allah xalagan bolsa biz ve bizning ota-bobolarimiz Allah'ni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik. Ya'ni bahira, saiba, vasila ve onundan başka Allah tarafidan haramlıqıga hech qanday dalil bo'lmasdan o'zlari o'ydirib haram qilib olgan narsalar haqida mundaq deydi. Agar Alloh taolo qilmishlarimizni yomon ko'rgan bo'lsa, bizni azoblash orqali u qilmishlarimizni to'satdi. Shuning bilan biz uni qilishga qodir bo'la olmaydik. Allah Teala ularning bu gunohiga raddiya berib mundaq deydi. Peygamberlerinin mesuliyeti fakat roşen tebliğ kılıştığından ibaret. Hidayet kılış bolsa Allah'ın işidir. Yani iş sile guman kılgandek emas. Allah silenin o kılmışınlarını tosmadı emas. Belki Allah Teala silenin kılmışınlardan kattık tostu ve çekledi. Her bir zamanda her bir guruhqa peygamber evetti. Hem peygamber Allah Teala'ya ibadet kılışkı çağırdı ve Allah Teala'dan başka nersiga ibadet kılıştın tosudu. Allah'a ibadet kılınla, şeytandan yani şeytanga, butlağa, kahinlağa okşaş her qandaq ma'budga ibadet kılıştın yirak bolunla. Yani Adem aleyhisselamның avladı Nuh aleyhisselamның kavmide şirik payda bolgandan keyin şirik payda bolgandan tartib Allah Teala insanlarga peygamberlerini davamlıq evetip turdi. Nuh aleyhisselamni ulağı peygamber kıldı. Nuh aleyhisselam Allah Teala zimin ahliga evetken peygamberlerinin tuncusudur. Peygamber evetişni peygamberliki
kun chiqishdan toki kun petishqicha bo'lgan zimindagi inson va jinlarning hammasiga umum bo'lgan Muhammad alayhissalom bilan oxirlashtirdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, manga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Senden burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqanki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Alloh taolo bu suyurdimi mundaq deydi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdi. Ya'ni payg'ambarlarning mushundaq da'vat qilganidan keyin mushriklarning mubodo Alloh xohlagan bo'lsa, biz va bizning ota-bobolarimiz Allohni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'ladi. Allah haram qilmagan bu, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'ladi. Deyishi qandoqmi durust bo'lsin? Alloh taolaning qonun irodasi ularning safsatlarini rad qiladi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarining tillari orqali ularni Alloh taologa shirk keltirishdan va narsalarni xohlagancha harom qilishdan to'sgan edi. Alloh taoloning vujudga chiqarish irodasi mushriklarni taqdir bo'yicha shunday qilish imkoniyatiga ega qilishdir. Ularning safsatlarida qilch pokit yo'q. Chunki Alloh taolo dovzaxni shaytonlar va kofirlarga yaratdi. Alloh taolo bandalarining kufrlik qilishiga rozi bo'lmaydi. Buningda Alloh taoladan yetarli pokit va keskin hikmat bor. Alloh taolo payg'ambarlar orqali ogohlantirgandan keyin ularni dunyoda azoblash bilan ularning qilmishlarini rad qilganligidan xabar berib mundaq deydi: ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarimi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarimi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatinglar. Ya'ni payg'ambarlarga qarshi chiqqan va haqni yolg'on degan kishilarning oqibatining qandoq bo'lganligini so'ranglar. Allah ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoldi. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganlikim qandoq ekan? Ondan Alloh taolo o'zi ozdirishni xohlagan kishilarga nisbatan payg'ambar alayhissalomning ularning hidoyat tepib qilishiga herisman bo'lishining hech qanday manfaat bermaydiganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah bir kimning gumrohligini iroda qildi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dab'i qilishga qodir bo'la olmaydi. Nuh alayhissalom o'z qavmiga mundaq deydi: men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Allah sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, bu chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Subhanalloh. Alloh taolo bu oyatda mundaq deydi: sen ularning hidoyat tepishiga heris bo'lsangmi, Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohlikda qo'yib berdiki, ular tingirqab yurdi. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi.
Allah o'zi gumroh qilgan kishini hidoyat qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsaning bo'lishi, xohlamagan narsaning bo'lmasligi Alloh taoloning irodasi va amridir. Alloh taolo ozdirgan kishini kim to'g'ri yo'lga yetaklay olsin? Alloh taolo ozdirgan kishini kim to'g'ri yo'lga yetaklay oladi? Uni hech bir kishi hidoyat qila olmaydi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday madadkor yo'q. Ya'ni Alloh taoloning azobidan ularni qutqizadigan birisi yo'q. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostdanla Allohning ilkididir. Ular Allah ölükni terildirelmeydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni ölükni terildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunglashqa o'lgandan keyin terilishni inkor qildi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish va kofirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan terildirdi. Biz birər şeyini vücudga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vücudga kel deymizda, u vücudga keladi. O'lgandan keyin terilishning haq ekanligi va uningda Alloh taolaning hikmati borligi ham buning Alloh taolo oson ekanligi. Allah Teala bu ayette müşriklardan haber verdi. Allah Teala ölgen kişini terildirelmeydi. Allah Teala ölgen kişini terildirmeydi deb ölgenden keyin terilishni yiroq sanab ve peygamberlerinin bu to'g'riliq elib kelgan xabarlarini yolg'onga chiqarib qattiq qasam ichishdi. Ondan Allah Teala ularning bu qilmishlarini inkor qilib ve reddiye berib mundaq dedi. Undaq emas, ya'ni o'likni terildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. Lekin insonlarning to'lisi Allohning qudratini bilmaydi. Shunglashqa o'lgandan keyin terilishni inkor qiladi. Ya'ni ular bilimsiz bo'lganligi uchun payg'ambarlarga qarshi chiqadi. Kufrlik qiladi. Ondan Allah Teala qiyomatda jasadlarni terildirishdagi hikmetini bayon qilib mundaq deydi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berdi. Allah ular ixtilof qilishgan haq bilan nohaqni ularga ayirib berish, ya'ni kishilarga hamma narsani bayon qilib berish uchun yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Ve kafirlarga ularning yolg'onchiliklarini bildirib qo'yish uchun ularni qaytadan terildirdi. Ya'ni ular Alloh taolani o'lgan kishini terildirmaydi deb ichgan qasamlarida yolg'onchidir. Ya'ni ular Alloh taolani o'lgan kishini terildirmaydi deb ichgan qasamlarida yolg'onchidir. Shuning uchun qiyomat kunida ular devzaq o'tiga tashlandi. Ularga zabaniyeler devzaqqa mas'ul farishtalar mundaq deydi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan devzaqdir deyildi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'rmay o'tamsizlar? Devzaq kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Çünkü sizlar devzaqda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyildi. Allah Teala ularning xohlagan narsasiga qodir ekanligi, Allah Teala o'zining xohlagan narsasiga qodir ekanligi, zaminda va osmonda hech narsaning Allah Teala'ni ojiz qila olmaydiganligi,
Agar Alloh taolo biror narsaning bo'lishini xolasa, uningga faqat vujudga kel deydiganligi, shuning bilan uning vujudga keladiganligi. Alloh taolaning qayta tirildirishimi shu jihat, shu haqiqatdan ekanligi. Alloh qayta tirildirishni xolasa, uningga faqat bir qitim buyruq qiladiganligi. Shuning bilan shu bo'yicha vujudga keladiganligidan xabar berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biror shay'ini yaratmoqchi bo'lsak, biz amrimiz biror shay'ini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rinlanadi. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi. Bir odamning terildirilishiga o'xshaydi. Bir odamning terildirilishiga o'xshaydi. Allah Teala bu oyatda mundaq deydi. Biz biror shay'ini vujudga keltirmoqchi bo'lsak, uning vujudga kel deymizda, u vujudga keladi. Ya'ni biz uningga birli qitim buyruq qilamizda, u shu hamon vujudga keladi. Ya'ni Alloh taolo buyruq qilgan narsani ta'kidlashga muhtoj bo'lmaydi. Haqiqatan Alloh taolo hech bir to'salg'iga va qarshilikka uchramaydi. Chunki Alloh taolo birdir va qudratli katta zotdir. Uning hukmronligi, qudrati va ulug'ligi har narsadan ustundir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q va uningdan boshqa Rabbmu yo'q. Zulmga uchirganidan keyin Alloh yo'lida hijrat qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Rabbiga tavakkul qildi, ya'ni yo'linadi. Hijrat qiluvchilarning erishadigan mukofot. Bu oyatda Allohning yo'lida Alloh taolaning roziligini izlab va Alloh taolaning savobi va mukofotini umid qilgan holda o'z yurtlaridan va do'stlaridan ayrilib hijrat qiluvchilarga Alloh taolo tarafidan berilgan mukofot bayon qilindi. Bu oyat Makkada o'z qavmi tarafidan qattiq aziyat tortgan, Robbiga ibodat qilishga qodir bo'lishlari uchun ularning ichidan ayrilib chiqib Habasistonga hijrat qilgan musulmonlar to'g'risida tushgan bo'lishi mumkin. Osman ibn Affan, uning ayoli, ya'ni payg'ambar alayhisalomning qizi Ruqiya, payg'ambar alayhisalomning tog'isining o'g'li Ja'far ibn Abu Talib va Abu Salam ibn Abdul Aswad qatorliqlar ularning ichidagi cho'nglar edi. Ular er ayol bo'lib 80 ga yaqin kishidan tarkib topgan edi. Ular Allah ulardan razı bo'lsin va ularni razı qilsin. Ular shunda qilganligi uchun Alloh taolo ularga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot bilan va'da qilib mundaq dedi. Dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Bu oyat haqida Ibn Abbas va Qatada, ya'ni Madinaga o'rinlashtiramiz deganlikdir dedi. Mujahid yaxshi rizqqa ega qilamiz deganlikdir dedi. Bu ikki ko'z qarashning ma'nosida hech qanday zidlik yo'q. Ular o'zlarining o'ltiroq joylarini va mollarini tashlab chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga dunyoda uningdanmi yaxshi narsalarni to'liqlab berdi. Kimiki Alloh taolaning roziligi uchun bir narsadan voz kechsa, Alloh taolo uningdanmi yaxshi narsani berdi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo ularni shaharlarga ega qildi. Kishilarga hukmron qildi.
oxirida ular xalifa va hokimmi bo'ldi. Ularning har biri taqvodorlar uchun ulgu bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taolo oxiratda ularga dunyoda bergan narsadanmi katta savob beradiganligidan xabar berib mundaq deydi. Ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Ular biladigan bo'lsa, ya'ni ular bilan hijrat qilmaganlar kashki Alloh taologa bo'ysungan va Alloh taolaning payg'ambarlariga ergashgan kishiga oldin tayyorlab qo'ygan narsani bilsa edi. Ondan Alloh taolo muhojirlarni sifatlab mundaq deydi. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Rabbiga tavakkul qiladi, ya'ni yo'linadi. Ya'ni ular öz qavmidan yetgan aziyatga sabr qilgan va o'zlarini dunyo va oxiratda yaxshi oqibatga erishtirguchi Alloh taologa tavakkul qilgan kishilardir. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nahl surasi tafsiridan 42-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatulloh.